Hozirgi vaqtga kelib Jeffrey Epstein haqida eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Bu pedofilning keyslari butun internetni egallab oldi. Lekin ulardan qaysilari to'g'ri yoki qaysilari sun'iy intellekt yordamida tayyorlanganligini ajratib olish juda qiyin bo'lmoqda. Misol uchun yaqinda internetda mana shunaqa ma'lumot sizdirildi. Unga ko'ra, muqaddas Ka'baning ustiga yopinib turadigan yopinchiq kisvaning 3 bo'lagi shaxsan Jeffrey Epsteinning uyida gilam sifatida foydalanganligi aytilgan. Mana bu suratda ham shuni ko'rib turibsiz. Lekin bu surat sun'iy intellekt yordamida tayyorlanganmi yoki haqiqatmi? Bu haqda men aniq ma'lumot topa olmadim. Unga ko'ra Birlashgan Arab Amirligi mashhur tadbirkorlar tomonidan jo'natilganligi va unda 10 millionga yaqin musulmonning qo'li tekkanligi aytiladi. Bu mato bir yilda bir marta tayyorlanadi va haj ziyorati o'tgandan keyin musulmon davlatlariga sovg'a sifatida tarqatiladi. Bu haqda fikringiz qanday? Bu haqiqat bo'lishi mumkinmi yoki yolg'on? Albatta kommentariyaga yozib qoldiring.